Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Germaniyadagi eng mashhur kosmetik do'konlardan biri va meni eng sevimli kosmetik shopping joyimni ko'rsatib o'tib ketaman. Bu joy Douglas deb ataladi. Bu joyda siz xohlagan brendviy hamma kosmetikalarni va parfyumlar, krem, shampun, bijuteriya va boshqa narsalarni topa olasiz. Masalan, Armani, Gucci va boshqalar. Botni menga eng yoqqan tarafi bayram va tug'ilgan kunlar uchun tayyor upakovka qilingan sovg'alarni topsangiz bo'ladi, chunki men uchun eng qiyin narsa sovg'a tanlash. Ana shu vaqtda men Douglasga boraman. Bundan tashqari botda siz o'zingizni make-up qildirsangiz ham bo'ladi yoki ichida siz o'zingizni make-up qilsangiz ham bo'ladi. Salonga borishingiz shart ham emas. Narxlari juda ham hamyonbop. Eng plyus taraflari kunlik va haftalik rabat, ya'ni skidkalari bor. Bu do'kondagi parfyumlar juda ham ko'p. Shuning uchun har safar tanlashga vaqtim yetmaydi. Shu sababli ko'zimga chiroyli ko'ringanlarni test qilib ko'rdim. Nimagadir aynan men videoga rasm oladigan bo'lsam, bironta nemis kelib videoga tushgisi keladi. Misol uchun mana bu nemis ham darrov oldimga kelib videoni oldiga turib olgan. O'zi ham 1 soat men bilan gaplashdi. Men esa xafa qilib qo'ymay deb eshitdim. Bunaqa hodisalar har safar men bilan sodir bo'ladi. Sezdirmasdan bironta selfie, video yoki rasm o'zim uchun olishga harakat qilsam ham qaysidir nemis kelib ham videoga tushgisi keladi. Germaniyada bundan ham chiroyli va arzon shopping joylari bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada shopping 2 deb yozib qoldiring va shu asnoda video tayyorlab beraman.